Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Etikap haqida. Etikapning lug'at ma'nosi bir narsani lozim tutish, nafsini bir narsaga to'q tutish. Mayli u narsa yaxshi bo'lsin yoki yomon narsa bo'lsin, nafsini bir narsaga to'q tutishning o'zi lug'atda etikap deb ataladi. Ammo shar'iy atalg'usi bo'lsa, Alloh taologa itoat qilish uchun maxsus bir sifatda masjidni lozim tutish deganlik bo'ladi. Etikapning fazilat haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih bir hadis rivoyat qilinmagan. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zi etikapda o'ltirgan va etikapni davomlashtirgan. Etikapning yo'lliq ekanligi. Etikap Qur'on Karim, sunnat va ijmo bilan yo'lliq. Hatto etikapda o'ltirish bizning ilgirki ummatlardami yo'lliq qo'yilgan. Bu vaqt Alloh taolo shundoq degan: "Va la tubashiruhunna va antum akifuna fil masajid." Sizlar masjidda etikap turgan holatinglarda ayollar bilan yaqinchilik qilmanglar. Yana Alloh taolaning mana so'zi: "Tahhira baytiya lit-taifina val akifina var ruk'a'is sujud." Sizlar ishkanlarning mening uyimni, ya'ni Baytullohni tavob qilguvchilar uchun, etikapda turg'uvchilar uchun, ruku qilguvchilar va sajda qilguvchilar uchun, poklashinglar uchun. Mana bu Qur'ondan kelgan dalil. Sunnatdan kelgan daliliga nisbatan bu haqdagi hadislar nihoyat ko'p, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning etikapda o'ltirganligi haqidagi hadislar nihoyat ko'p. Bu hadislarning qatoridan Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan bunu hadis. Kana nabiyyu sallallohu alayhi va sallam ya'takiful 10 al-awakhir min Ramazon hatta tawaffahulloh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunida etikapda o'ltiradi, hatto Alloh taolo uni vafotlab turguncha qadar. Etikapning yo'lliq ekanligiga nurg'ulg'an olimlarmi ittifoqqa kelgan. Bularning qatoridan Ibnul Munzir, Ibn Hazm qatorliqlar. Etikapni tark etishga bo'lmaydi. Ya'ni musulmonlardan etikapdan iborat bu sunnat butunlay ko'tarilib ketishi durust emas. Zuhri rahimahulloh shundoq deydi: musulmonlarning ishiga men hayronman. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga yetib kelgandan tortib toki vafot bo'lg'uchilik etikapni tark etmagan turib, ular etikapni tark etdi. Etikapning hukmi, etikap ta'kidlangan sunnat. Buning dalili oldida so'zlab o'tgan Oysha radhiyallohu anhaning hadisidir. Agar etikapda o'ltirishni nazr qilgan bo'lsa, o chaqda etikapda o'ltirish farz bo'lib ketadi. Masalan, men Alloh uchun etikap o'ltirishni nazr qildim degan bo'lsa, o chaqda farz. Etikapning shartlari to'ndikcha. Birinchidan niyat qilish kerak. Ikkinchidan cho'ng tahoratsizlikdan pokiz bo'lish kerak, poklangan bo'lish kerak. Uchinchidan jamoat namozi o'qiladigan masjidda bo'lish kerak. Mushu 3 shart lozim. Balog'at yetmagan kichik bolalarning etikapda o'ltirishi durust, agar u bolalar aqlni farq etadigan yoshga yetgan bo'lsa. Shundaqla ayol kishining etikapda o'ltirishi joiz. Ayol kishi hayzdor bo'lmasa va yangi tug'utliq ayol bo'lmasa, ya'ni nifas ichida bo'lmasa. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ayollaridan Oysha radhiyallohu anha, Ummu Salama radhiyallohu anha va Hafsa radhiyallohu anha qatorliqlar etikapda o'ltirgan. Etikapda o'ltirish uchun ro'za tutish shart emas. Masalan, buning dalili Umar radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, men jahiliyatdagi vaqtimda Masjidil Haramda bir kecha etikapda o'ltirishni nazr qilgandim" deganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Sen nazringga vafo qilgin" degan. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ya'ni kechida ro'za tutish yo'q. Shuning uchun bu hadisdan etikapda o'ltirish uchun ro'za tutish shart emas degan qoida chiqadi. Bu deganlik Ramazonda etikapda o'ltirib masjidda kunduz ro'za tutmasak bo'ladi deganlik chiqmaydi. Bu degani masalan kechida ham Ramazondan boshqa vaqtlarda demakchi. Hamda etikapda o'ltirishning muddati kelganda muayyan bir muddat belgilanmagan. Ko'p vaqt bo'lsin yoki oz vaqt bo'lsin, buning muddati yo'q. Vaqtchu deganda etikapda o'ltirishning eng afzal vaqti Ramazonning oxirgi 10 kuni. Chunki Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunida etikapda o'ltiradi, hatto vafot bo'lg'uchilik degan. Ramazonning oxirgi 10 kunining etikapning vaqti qandoq deganda, Ramazonning oxirgi 10 kuni etikapda o'ltirmoqchi bo'lgan kishi
20 kuni kechda kun o'ltirishdan burun masjidga kirib bo'lish kerak. Mushunday vaqtda u Ramazonning oxirgi 10 kunida dastlabki vaqtidan tortibla masjidda etikafda o'ltirgan hisoblanadi. Shuning bilan bu 10 kunda etikaf o'ltirishning oxirgi vaqti Ramazonning oxirgi kuni kun o'ltirish bilan oxirlashadi. Etikafda o'ltiruvchiga ibodat bilan mashg'ul bo'lish mustahab. Masalan, ko'p namoz o'qish, zikr qilish, duo qilish, Qur'on Karimni o'qish, tavba qilish, istig'for aytish va undan boshqa Alloh taologa yaqinlashtiradigan itoatlar. Bular mustahab bo'ladi. Etikafda o'ltirgan kishiga mubah bo'ladigan ishlar, ya'ni durust bo'lgan ishlar, cho'qim qilinish bo'lmaydigan ishlar uchun masjiddan chiqish, masalan, yeyish, ichish. Agar u kishining tomoqini masjidga akab beradigan odam bo'lmasa, u odam tomoq yeyish uchun sirtqa chiqsa bo'ladi. Yana birisi hojatini ado qilish uchun chiqish. Masalan, kichik taratsizlikdan tarat elish va junublikdan yuyinishga o'xshash. Uchinchi, ayol bolalari va urug' tuqqanlarini qarshi olish uchun yoki ularni uzitib qo'yish uchun etikafda turayotgan yeridan chiqsa mubah bo'ladi. Bunun dalili Safiya radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam etikafda o'ltirayotgan edi. Men bir kechida uning qishiga keldim, paranglashdim. Ondan o'rnimdan turib, qaytib ketish uchun burilibdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni uyimga olib qo'yish uchun o'rnidan turdi. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. 4-chi mubah bo'lgan ish chechin tarash, chechin tushirish, tirnoqlarni elish va badanlardagi kirlarni tozalash va eng chiroyli kiyimlarni kiyish va xushpuroq ishiltish. Oysha radhiyallohu anha shundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidda etikafdagi holatda menga beshini chiqaratdi, ya'ni hujurning orasidan, va men uning beshini yuvib qo'yatdim. Yana bir lafzida men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning chechini tarab qo'yatdim hayzdor holatda deb kelgan. 5-chi mubah ish masjidning ichida uxlash, yeyish, ichish. Ammo sharti masjidning pokizligiga rioya qilish bilan birga yesa mubah bo'ldi. Uxlasa mubah bo'ldi. Etikafni buzadigan ishlardan birinchidan zaruriyatsiz, ya'ni chiqimiz qat'iy bo'lmaydigan ishlar emas, balki boshqa odatdagi ishlar uchun masjiddan chiqish. Chunki etikaf deganimiz banda deb o'tgandek, masjid turish degan ma'no bildirdi. Chiqish degan uning zid kelganligi uchun etikaf buzilib ketadi. Hatta Xattobiy rahimahulloh shundoq degan: etikafda o'ltirayotgan kishi uyiga faqat cho'ng kichik tarat uchun kirsa bo'ladi. Buningdan boshqa ishlar uchun kirsa, masalan, tomoq yeyish, suv ichish deganga o'xshash ishlar uchun kirsa, uning etikaf buzilib ketadi degan. Yana birisiga arayonlik munosabat qilish etikafni buzadi. Garchi masjidning ichida emas, sirtida, masalan, o'zining uyida bo'lsa-mu, etikafni buzib etadi. Chunki Alloh taolo va la tubashiruhunna va antum aakifuna fil masajid deganligi uchun. 3-chi hayz va nifas etikafni buzadi. Chunki hayzdor ayol va nifas ichidagi ayolning masjidda turishi durust bo'lmaydiganligi uchun. 4-chi murtadlik, na'zubillah. Chunki u murtadlikning ibodatga zid qilganligi uchun, kofirdan uning amallari qabul qilinmaydiganligi uchun, ya'ni Alloh taolo la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Agar sen shirik keltirsang, sening amallaring bekor bo'lib ketadi deganlik uchun. İstihoz bo'lgan ayolning etikafda o'ltirishi durust, namoz o'qishi durust, ro'za tutishi durust. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayollaridan biri istihoz holatda etikafda o'ltirgan, namoz o'qisa, osti qochidan birini qo'yib oladi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.